Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi prinsipimiz sotildi. Buyuk sanagisi 2025-yil 9-may kuni. Hammani shu bayram bilan tabriklayman. Buni razmeriga keladigan bo'lsak 1.32 bo'ldi. Bir mostlik, bordi 40 sm, uchastkasi 70 bo'ldi. Poldan 1.10 bo'ldi. Ramalar shivildir. Qoraqalpog'iston To'rtko'l rayonidan berdik. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l rayonidan berdik. Bir mostlik prinsipimiz parkobi elektromontajlar bilan damaza berdik. Tayyorli ish bo'ldi. Necha so'm oldingizmi, brat? 9 million. Turist ma'qul bo'ldimi? O, rahmat. Parkobi elektromontaj hammasini qilib berdikmi? 2 soat ichida bitdimi ishing? Saadetli ayın oldu. Tabriklayman. Keyin shamol o'tsa yaxshi kuningizda ishlating. Mana shu suratgangiz. Rahmat sizlere nasibler Turist ma'qul bo'ldi, hang? Turistga keladigan bo'lsak, romlar shivillar bo'ldi. Yana 6,5 lik shivillardan qilib beramiz. Romini traktor risollaridan 1,5 tondan ko'taradi. Yana amazon risollari bilan lastikni 15 yangi balonlar bilan qo'yib berdik. Evet, yana kuzuk nomeri, evida bilkasi, na parkobu ramoqlari bilan va Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidan berdik. 1.30 ga 2.30 bo'ldi razmeri. Bu pres ma'qul bo'ldi, hang? Acayip. Gep yok. Evida yana birsini beryapmiz. Bu shu Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidan yana bu 1.40 2.40 pol variant. Kim shunday preslar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimiz qo'yamiz, murojaat qilasizlar. Hammani shu bayram bilan tabriklaymiz. Xotirlash va qadrlash. Bayram. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like bosib qo'llab qoldiring.